Savol: Ramazon kunlarida yurtdoshlarimizning ko'pchiligi iftorlik marosimlarini o'tkazishadi. Aksariyat hollarida ular vafot etgan qarindosh urug'lariga atab o'tkaziladi. Bular kimningdir onasi, kimningdir esa otasi bo'ladi. Mana shu iftorlikning o'tkazilishidan o'sha vafot etgan insonga biror savob bormi? Ramazon kunida iftor qilish, ya'niki ro'za tutgan kishilarni iftorlik vaqtida qornini to'yg'izib, iftor marosimini o'tkazib, ularni bir duosini olish o'ta savobli ish. Ro'zadorni iftor qildirganga ko'p savoblar berilishi to'g'risida qator hadis shariflar kelgan. Buni o'sha hadis shariflarni o'rganib o'tganmiz, hammamiz yaxshi bilamiz. Xo'p, endi o'sha qilinayotgan iftorni savobini vafot etib ketgan kishilarga, iftor qildiruvchining otasi bo'lsin yoki onasi bo'lsin yoki yana boshqa kimdir, boshqa yaqinlaridan bo'lsin, bag'ishlash ma'nosiga keladigan bo'lsak, bu ham maqbul narsa. Tiriklarni qilayotgan xayri ehsoni sadaqasidan o'liklarga savob yetishi, yaxshi bo'lishi, bu ahli sunna va jamoa mazhabini e'tiqodida bor, hamma ulamolarimiz ittifoq qilgan narsa hisoblanadi. Lekin shu yerda bir narsaga qo'shimcha tarzda e'tiboringizni tortish lozim deb o'ylayman. U ham bo'lsa, bizning sharoitimizda xayri ehson sadaqa deganda faqatgina taom ulashish tushunib qolingan. Xayri ehson qilsa savob bo'lar ekan, sadaqa qilsa ajri olar ekan, sadaqani savobini otasiga bag'ishlasa yaxshi bo'lar ekan, xayri ehsonni savobini onasiga atasa foydasi bor ekan deganga o'xshagan tushunchalarni hammasini taom pishirib ulashtirish, dasturxon yozish shaklida tushuniladi bizda. Va ko'proq shu dasturxon yozib, ziyofat uyushtirib qilinadigan xayri ehsonlar shariatda ko'rsatilgan maqsaddan boshqa tarafga buriladi. Manmanlik, kim o'zarga dasturxonni bezash va o'sha bezalgan dasturxonga iloji boricha boy badavlat, obro'li, mansabdor va shuhratdor odamlarni taklif qilish. Bu afsuslanarli bir holat. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam sharrul wala'i mimma yud'a ilayhi al-aghniya'u va yutrakul fuqara'u deganlar. Shu dasturxon tuzalib o'tkaziladigan marosimlarning eng yomoni boylarni da'vat qilib, kambag'allarni chetda qoldirganidir deganlar. Bizning dinimizda taom ulashish orqali o'tkaziladigan xayr ehsondan asosiy maqsad qorni ochlarni to'yg'izishdir. Ana shu bir to'yganda xursand bo'lib, chin qalbdan duo qilib, qornim to'ydi, alhamdulillah, shu to'ydirganga falon bo'lsin deb Allohdan demak xayr baraka so'raydigan odamlarni topib berishdir. O'zi qorni to'q, yegani oldida, yemagani ortidalarni yana olib kelib qornini to'ydirish, ortiqcha ziyofat berish ma'nosi shariatimizni bu ko'rsatmalarida yo'q. Bu birinchi. Ikkinchidan, xayr ehson sadaqa deganda faqat qozon ochib, osh pishirib, somsa ulashish emas. Balki xayr ehson sadaqa deganda muhtoj kishilarga eng kerakli narsalarni tortiq qilish, Xudoning yo'lida berish chin qalbdan. Faqat oshni yeb shunga duo qilsa xayri sadaqa bo'ladi emas. Misol uchun bir oilani bolalarini kiyimlari yupun. Farzand oila qo'li qisqalik qilib yetisholmay turibdi. Shu kiyimi yupun bolalarni kiyim bilan ta'minlagan odam eng xayrli ishni qilgan bo'ladi. Yana ba'zi bir oilalar bor, ayni shu Ramazonning o'zida deylik, iftorligiga bir tuzukroq narsa topishga qiylanib qolgan. Saharligiga yana shu.
ana shuni 60, 70, 90, 100 kishini qorni to'qni ustiga yana ovqat berishni o'rniga shu mablag'ni, sarf xarajatni bitta oilani Ramazon oyidagi saharligi yoki iftorligiga atab bersa qanday yaxshi bo'ladi. Ularni har kuni qilgan saharligini savobi haligi bergan odamga, uni atagan otasiga, onasiga boradi. Har kunigi iftorligini savobi shu darajada bo'ladi. Yana shunga o'xshagan boshqa xayr ehsonni eshiklari ko'p, yo'llari ko'p. Beva bechora, muhtoj, kam ta'minlangan, yetim va shunga o'xshagan toifadagi kishilarni ko'nglini ko'tarish, ularga moddiy yordam berish, og'irini yengil qilish juda ham savobli ishlar hisoblanadi. Biz shu dasturxon yozish, marosimchilik, taom bozlik bilan chegaralanib qolmasdan xayr ehsonni boshqa eshiklarini ham ochishimiz, boshqa yo'llaridan ham yurishimiz, savobni ko'proq topish, o'ng qo'limizni qilgan sadaqasini chap qo'limiz sezmay qoladigan darajada go'zal qilib qilish holatlarini ham o'rganishimiz kerak.